Video salon. Bugünkü videoda Zipor. Bugünkü videomda YouTuber Tycoon oynayamiz. Mana tepada yozilib turibdi. Yozilishi bilan endi kiramiz o'yinga. Do'stlar, men Minecraft tashladim. Minecraft sig'maydi meni telefonimga. Xotirasi juda kam joy bor. Agarda Minecraft o'tirmoqchi bo'lsam, ham video oladiganimni, ham Roblox'imni o'chirishim kerak ekan. O'ylab qarasam, o'tirmaganim yaxshi-da. Roblox'ni o'ynaganim yaxshi tursa. Shuning uchun men Roblox'ni emas, Minecraft tashlayman. Maalesef. Nasıl ekan qizning ismi? Agarda kanalimga like va obuna bosgan bo'lsangizlar, singlim kirishi mumkin. Do'stlar, ketirasizlar, azizlar qo'ygandim. Hozir endi azizcha o'ynab ko'rganimdan foydalanib, endi qurilgan mana obunachilar. Hozir endi singlim ham kirishi mumkin. Agarda like va obunani emasdan bittadan bosib qo'ysangizlar, puldan boymi yoki obunachidanmi ekan? Obunachilar hozir endi birozgina kutasizlar. Kutganlaringizdan keyin mana bu obunachilarning sonini isib qo'ying. 1, 2 va obunachilar 3gacha sanadingizlar. Pastiga mana подписчикlarimiz o'shangiz uchun o'yindagi bundan olsangiz qaydi подписчиklarim sekundiga 1700 mana shunday tudek qo'shilib turaversa sekundiga do'stlar. Sekundiga qo'shiladigan obunachilarda bir kunning o'zida million obunachi bo'ladi. Million. Meni orzularim bor do'stlar. Qaranglar, men shu kunlikani sotib olishim kerak. Olishim uchun sizlar menga obuna bilan like podpisatsiyani bosib qo'yishlaringiz kerak va 1 million obunachi bo'lgandan so'ng mana bunday qonun tashlanadi. Menda keyin toshkentcha kasal bo'lsam ham sizlar uchun video olyapman. Do'stlar, har kimki ro'za tutgan bo'lsa, niyati amalga oshsin. Aka, eshikni oching. Oching dedim. To'xtab turay. Ochib bo'lsa qotib qishidi. To'xta, birga tushayunda. Bang! Bang! Wow! Singlim yo'q ekan. Obunachilar bilan salomlash. Qani sen yo'q ekan. Eng tepa qavatga chiq. Eng tepaga chiq. Qanaqa qilib chiqaman? Sen chiqib bilmaysan. Ahmoq. Mayli 2ga chiq, 2-qavatga. Yo'q, 3ga chiqaman. Men 2dami? 2daman deysizmi? Ha. Qani obunachilar bilan salomlash. Bachotga sondirdi. To'g'rilab salomlash obunachilar bilan. Balki bu tamam do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan nima edi? I371 ya 3. Do'stlar, ko'rdingiz. Batsang. Do'stlar, ko'rdingiz. Hayvon. Unda hayvon bo'lmasa, odamdek jim o'tirasiz. Obunachilarga men gaplar, narsalar ko'rsatmayman. Tushunding? Do'stlar, mana ko'rishdingiz.
Voy. Ben bu telefonum ham qattiq tutdi. Menga xalaqit berib turibdi-da. Do'stlar, hozir gapira olmaysan-chi, odamni jinni qilib oldingsen. Men do'stlar, men bu yoqda hozir sen uyingdamisan? Ha. Mana bu yoqda pushti meniki. Aka bizma ko'cha deydi bilmoqchiman. Unachilaman sekundiga. 1767 unda hozir videoni yaqqandan keyin voy do'stlar, ikkona obrachi bo'lib qolibmiz. Endi mana bu qancha qani? Yo'q, kelay. Kalla. Ay, to'xtasangchi, ayapsan. Obunachilar qaranglar va hozir obunachilarimiz sonini ko'ringlar. 2 million 11 ming obunachi. Obunachilar mana hozir obunachilarimni ko'rishingiz mumkin. O'yindagi obunachilarim insofli ekan. Ham barcha ko'rganlari obuna bo'lyapti. Do'stlar, barcha obunachi youtuberlar ishi mana shunaqa bo'ladi, qaranglar. Video qo'yamiz-da, qaranglar. Birinchi video qo'yamiz va unga birozgina videolar qo'shishimiz mumkin. Keyin kerak emas joylarni kesib tashlaymiz, yana video qo'shamiz. Kerak joylarni qo'yamiz va keyin video yuklaymiz. Mana shunaqa qilib turib. Yuklangan videolarni esa YouTube'ga chiqadi va YouTube'ga chiqqan videolarni sizlar ko'rasizlar-da. Bu o'yinda barchasini batafsil tushuntirib, youtuberlarning hayotini ko'rsatib qo'ydi bu o'yinda. Hozir endi mana bu yoqda biroz yana narsalar bor. Bularni ochamiz. Mana bu yoqdagi barcha narsalar obunachilarga ochiladi bu xonadagi va nagi xonalarda ham bor narsalar. Bu yoqdagilarni bilmayman, lekin shu xonadagi barchasi obunachilar soniga qarab turib ochiladi-da. Qanchalik obunachi ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshiroq narsalar beradi. Hozir endi mana bu ochay. Mana bu ochib ko'ramiz. Voy, yana qotib boshladim. Mana bu tualet ko'taribdi. Mana bu tualet ko'taryapti. Mana. Mana bu yoqim tayyor. Endi mana bu qurib olib qaranglar, ko'rasizlar. Nimalar bo'lyapti? Bosib ketyaptimi? Bilmayman. Lekin agar sizlarning ham Robloxlaringiz bo'lsa, endi men yangi Roblox accountimga qo'shilishlaringiz mumkin. Mana ana tepaga qaranglar edingiz. Игрок Zipor 14 сами известный на serverim deyapti. Eng kuchli o'yinchi deyapti meni. Obunachi bo'yicha. Do'stlar, mana shu maqtaganiga munosib bo'lib turib
kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi, lekin menga motivatsiya bo'ladi va sizlar uchun yanada qiziqarli videolarni olishga harakat qilaman. Mana bu yoqda yana pul olishim kerak. Mana 100 200 shunaqa bo'lib ketaveradi ekan. Bu yoqda pul, obunachilar. Bo'lgan sari xiyllashadi narsalar. Hozir o'ynagan biladi-da bu o'yinni. O'ynagan biladi. Bunda asta-sekin qimmatlashib boraveradi narsalar. Sizlarga ham maslahat beraman. Men shu simulyatorni o'ynashlaringizni. Singlim menga maqtaganda o'zimdan o'zim bir marta o'ynagandim-da. Agar o'ynab turib ikkinchi marta o'ynashga kirganlaringizda yana shu ana uni topsangiz bo'lmasa yana shu akkauntdan ketsangiz, ishimni tanlasangiz, mana shuningdek bo'ladi va o'zini o'zi qurilib ketadi. Mana bunda yonimda har kim kirib yotibdi. Yo-mayo. What the hey? Nima bu? Ko'rdingizmi, ichimda har xil nuqtalar paydo bo'ldi. Mana bu keldi. Ana yonimdagi va eng ko'p obunachi o'yinchi bo'ldi. Xudo xolasa men yon tarafimda 3 million 590 ming obunachi deb ko'rsatibdi. Biz ham shunaqa obunachi bo'lamiz. Agarda kanalimga obuna bo'lsangiz, endi Xudo xohlasa, voy, mana qo'ydaman. Hozir endi obunachilar mana bu yoqda. Voy, mana bu yoqda suvlar bor ekan. Do'stlar, mayli singlimni ismini aytaman sizlarga, faqat hech kimga aytmanglar. Singlimning ismi Soliha. Agar Minecraftda video chiqarishimni yozsangiz, Minecraftda video chiqaraman, lekin o'zimning telefonimdan emas. Singlimning telefonidan singlim menga tashlab beradi va u hamma videoni singlimni o'zi olgan bo'ladi-da, do'stlar. Ba'zan o'zim olgan bo'lishim mumkin, ba'zan singlim. Shuning uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Singlim ham, men ham sizlar uchun jon kuydirib turib video olishga harakat qilaman va sizlar esa mening kanalimga obuna tirsilab bosib qo'ysangizlar bo'ldi. Mana hozir endi men qanotkalarni olishni niyat qilganman. Mana shu tepadagi qanotkalardan hech bo'lmasa mana shu 100 mingta obunachi yig'ib turib, mana shu qanotkani olsak, juda ham xursand bo'lar edim obunachilarim. Uning uchun sizlardan bitta like tashlab bosib qo'yasizlar. Bo'ldi, faqatgina bitta like obunachilar. Sizlardan hech narsa javqaga ketmaydi. Iltimos. Obunachilar, iltimos sizlarga obuna bo'lib qo'yinglar va yaqinda bu videolarimda ham yaxshiroq, balki sizlar aytgan ana Squid Game shunaqa o'yin bor-ku, chiqarishim mumkin. Ko'ramizda.
Squid Game sonra video çıkarışım mümkün. Eğer dostlar gerek olsa. Dostlar bugünkü kısa cevapta konuştum. Genç videolar yazar. Hayır.